Referi poyedinka Davud Mirsalimov, Tojikiston. Jangni Davud Mirsalimov boshqarib boradi. Bobur hayajonlanasiz bilaman. Yaqin tanishingiz Doston Ro'ziboyev Qarshidan, Qashqadaryo viloyatidan, mamlakatimizdan, hozir raqibi ham anolardan emas, ko'rdik uni bevosita rekordini ham. Keling Doston haqida ikki og'iz so'z. Doston o'zimizni birgalikda mashg'ulotlar olib boramiz. Xudo qo'li muzaffar ustozimiz boshchiliklarida va yaxshi ukamiz hisoblanadi. Yaxshi. Murodi professional ligasida g'alaba qozongandan so'ng u birozgina tanaffus oldi va ana endi yana janglarga qaytyapti. Birozgina emas. Salkam 4 yil do'stlar, mana shunday tanaffusdan so'ng MPLda so'nggi jangini o'tkazgan va oson kechmayapti hozir gard holatida. Raqib ground and pound amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Mana endi tirsakda zarba yo'llash ko'rmoqda. Dostonga jangga tayyorgarlik ko'rish vaqtida bu narsa uqtirilgan, ya'ni raqib jangni boshida juda ham xavfli bo'lishi aytib o'tilgan edi va haqiqatan ham bu narsa hozir o'zini ko'rsatyapti. Doston bo'lsa aksincha jangni boshida biroz sust boshlaydi va keyinchalik o'ziga ishonchi ortib boraveradi. Ko'ramiz, hozircha parter holatga tushib qoldi va haqiqatan bu qiyin bu yerdan chiqish. Muzaffar Xudoyqulov shogirdlari odatda shu havaskorlar tasdigi musobaqalarda ham ko'p kuzatganman. Anchagina taktik jihatdan yaxshi sportchilar endi 4 yillik tanaffusdan so'ng qaytish aslini olganda oson emas. Hozir gardda oyoqlarini yuqori ko'targan holda ground and pound amalga oshirishga harakat qilmoqda va tirsakni ham qo'shayotganligini ko'ryapmiz. Turyapti Ro'ziboyev, turyapti, yiqdi. Ana endi Doston! yuqori amplitudada ketyapti. Vaziyatda foydalana olish kerak. O'rgatilgan tirsak zarbalarini ishlatishimiz kerak hozirda do'stlar. O'rni usuliga ketmaslik kerak. Tinmay mana shu zarbalarni yo'llashga. Tirsak zarbalari 1, 2, 3. Yana bir bor. Zarba! Jang tugash arafasida. Doston bo'shashmasligi kerak. Tirsak hakam tayyor turibdi jangni to'xtatishga. Ketma-ket zarbalar yog'iryapti. Jangchi shok holatda hozir raqib. Chuqur himoyaga o'tish mumkin emas aralashgan san'atlarda va to'xtatyapti. Jang yakunlandi. Yaxshi g'alaba. Va ikkinchi jang g'olibi. Во втором поединке победу TKO техническим нокаутом одержал Qarshi Qashqadaryo Black Doston Ro'ziboyev. Ko'radi do'stlar, ba'zi bir vaziyatda mana shu o'rinda Doston Ro'ziboyev gap bo'lishi mumkin emas. Ofarin, mana olqishlayapti. Bobur Qurbonov olqishlayapti. Muzaffar Xudoyqulov xotirjam chiqqanda ham xotirjam edi. G'alaba qozonayotgan vaziyatda ham xotirjam edi. Hozir ham xotirjam va mana endi takrorlab qarashni ko'rishingiz mumkin. Jangchilar chiqib kelayotganda ko'pchilik e'tiroz yozyapti. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda, bevosita YouTube'da. Do'stlar, bilasiz, YouTube kanalida musiqalar uchun ban beriladi. Ya'ni keyinchalik kanalni yopib qo'yish mumkin. Uning uchun mualliflik huquqi zarur. Mana bilan ko'rib olaylik, keyin fikrimizni davom ettiramiz. Yakun. Tirsak zarbalari. Bilasizlarmi? Sanab turdingiz-ku? Muxlislar jangga tayyorgarlik ko'rish vaqtida aynan mana shu usullarga aksent berilgan edi. Mashg'ulot jarayonida. Albatta. Aynan mana shu zarbalar, ya'ni parterda yiqitilganda ketma-ket tirsak zarbalari berilishi talab qilingan edi va albatta mashg'ulotlar o'z samarasini bera oldi. Son sifatga aylandi do'stlar. Ofarin, barakalla. Do'stlar, o'sha mavzuni davom ettiraman. O'sha mualliflik huquqi buzilmasin.